zarbalar. Zarbalar aniqligi oshyapti. Mana bu yerda juda qismiga aniq zarba va stop ochilyapti. Shotiga shot ochildi. Shotiga shot ochildi. Sizdan shunaqa shoirona gaplar chiqyapti. Xitoylikli shotiga shot ochildi. Bo'ldi. Va do'stlar, nokaut. Nokaut do'stlar. Alamli bo'lsa kerak. Hozir Shoti oyoqqa turgandi, referi xohlamadi jangni davom ettirishini. Ochkolarga esa atiga 1,5 daqiqa vaqt qolgandi. 1,5 daqiqa turib berganda hozir ochkolar hisoblangan bo'lardi. Ha do'stlar, shu tariqa Nurislom Ismoilov o'zining 9-jangini o'tkazdi va 9-jangida ham muddatidan avval g'alabani qo'lga kirityapti do'stlar. 9 ta jang, 9 ta ko'p. Ladies and gentlemen, your official decision. Referee Pavel Heinek called a stop to the action at 1 minute and 1 second in round number 10, declaring your winner by TKO and the new WBC Eurasia Super Middleweight Champion. He's Uzbekistan, Nurislom Ismoilov. G'alabadan so'ng o'zgacha nashida, o'zgacha bir hissiyot uyg'onishi aniq har bir sportchida. Demak, ushbu kamar